Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ka'batullohda ibodat qilish masalasida bir qancha savollar paydo bo'ldi. Shu savollarga qo'ldan kelguncha javob berish masalasida harakat qilamiz. Alloh taolo tavfiq bersin. Xo'p. Avval masala Ka'batullohda imom namozni orqada o'qiyapti. Ka'baga yaqin joyda o'qimayapti. Vaholanki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarida imom oldinda turish kerak. Imomdan oldinga o'tmang degan ko'rsatmalari bor. Bu imomdan oldinga o'tib namoz o'qisa namoz o'rniga o'tmaydi degan fiqhiy masalalar bor. Bu masalaga juda ko'p ulamolar qat'iy rioya qilish kerak. Kimki imomdan oldinda namoz o'qisa, namozi o'rniga o'tmaydi deb mujtahidlarimiz, ulamolarimiz qat'iy hukm qilganlar. Lekin afsuslar bo'lsinki, mana shu imomlarimiz Ka'bada Ka'batullohning oldiga kelib o'qimayapti. Biz Ka'batullohning ichida o'qigan namozimiz nima bo'ladi? Qanday o'qiymiz degan savollar, birinchi savol o'sha bo'lgan. Endi mana shu narsani fiqhiy, mana shu o'zimizni diniy idoramiz, O'zbekiston musulmonlari diniy idorasini fatvo hay'atidan so'ragan holatda, kitobdan o'qigan holatda men shu masalaning javobini bermoqchiman. Xo'p, mana bu Ka'batulloh 4 ta rukundan iborat. 4 ta burchakdan iborat. Ko'rib turgan burchagimiz masalan buni mezob deyiladi. O'sha ya'ni tarnovi bor taraf. Mana shu tarnovi bor tarafni nargi tarafini mana bu burchagini ruknul yamoniy deydi. Nargi burchagini esa eng nargi ruknul yamoniyni naryoqdagi burchagini rukn hajarul asvad deydi. Hajarul asvad turgan rukun deyiladi. Burchak, rukun degani o'zi burchak degani, burchagi deyiladi. Mana shu ikki burchakni to'g'rayida, mana shu ikki burchakni to'g'rayida imom ichkarida turib imom o'tadi, namoz o'qiydi. Xo'p, mana shu imom namoz o'qishgan tarafda turib namoz o'qishlik joiz emas deb bizning mazhabimizda shu bizning diniy idora xodimlar rahbariyati shuni aytdilar va biz shunga amal qilishligimiz vojib bo'ladi. Mana shu ruknul yamoniy bilan ruknul hajarul asvadni to'g'rayda o'qish kerak emas. Buni ko'pincha o'zi mana shu bu yerdagi rahbariyat ham shu Ka'ba haj ishida shug'ullanayotganlar ham gohida shuni ochib qo'yishadi. Ochib qo'ysa bu yoqda o'qisangiz bo'laveradi. Mana masalan Ka'batullohning bu taraflarida o'qigan namoz joiz, ammo nargi tarafida, o'sha ruknul yamoniy bilan hajarul asvad tarafida o'qilgan namoz agar jamoatga, imomga iqtido qilsangiz, imomga orqangizni qilib iqtido qilgan bo'lasiz, namozingiz o'rniga o'tmay qoladi. Shuning uchun mana shunga qat'iy e'tibor berishimiz kerak. Xoh hajga kelgan, xoh umraga kelgan azizlar, mana shunga e'tibor beraylik. Mana bu ruknul yamoniy bilan ruknul hajarul asvadni o'rtasida imomga iqtido qilib namoz o'qimaylik. Bu taraflarida mana Ka'batullohning 3 tarafida o'qisak bo'laveradi. Mana shu birinchi masala. Ikkinchi masala so'ralgan masala. Xo'p, namoz Ka'batullohga kelib namoz o'qiyotgan paytimizda sajdagohga qarab o'qiylikmi yo Ka'baga qarab turaylikmi degan masala. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rsatmalari shuki, qayerda bo'lishligidan qat'iy nazar, mana shu toshni oldida bo'lsangiz ham sajdagohdan nariyoqqa qaramang. Nazaringiz qiyomda turganda sajdagohda bo'lsin, rukuda qadamlarni ustida bo'lsin, o'tirganda, tashahhudda o'tirganda qo'llarni uchida bo'lsin. O'sha sonni tizzani uchida nazar ana shu yerda bo'lsin. Salom berganda esa yelkifdan tashqarida bo'lmasin. Namoz o'qish odobi, namoz o'qish ko'rsatmalari mana shundan iborat. Xo'p, keyingi yana bir masala, mana bu mezob masalasi. Mezob haqida so'ralyapti. Bu qadimda mezob haqida bizda juda ko'p, bizning yurtimizda xossatan rivoyatlar bo'lgan, dastonlar bo'lgan. Hatto buni masalan qaysi bir avliyo qo'li bilan otib yorgan, shunga o'xshagan gaplar bor.
Endi bular qadimgi gaplar, ammo mezob masalasida bir qancha hukmlar bor. Buni aytadigan bo'lsak, mana shu mezob taraf, ya'ni Tarnov, Ka'batullohni Tarnovi taraf bizni O'zbekiston, O'rta Osiyo mana shu tarafga qarab namoz o'qiydi. Bitta anaqasi mana shu, biz shu Ka'batullohni shu mezob tarafiga yuzlanib o'sha O'zbekistonda, Qozog'iston va hokazo shu o'shanga qarab namoz o'qiymiz. Xo'p, buni Ka'batullohni bu mezobni mezobur rahmat, mezob ar-rahma ham deyiladi. Rahmat mezobi deyiladi. Nimaga deydigan bo'lsa, buni sababi shuki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam haj qilayotgan paytlarida o'sha hajjatul vadoda mana shu Ka'batullohni ichiga kirib namoz o'qidilar. Bu nariyog'ida muborak eshigi bor, shu eshikdan kirib namoz o'qidilar. Oysha onamiz, "Meni ham kiraman, meni ham olib kiring yo Rasululloh" dedilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizga aytdilarki, "Mana shu mezobni tagida namoz o'qigin, xuddi Ka'bani ichida o'qiganday ajrga ega bo'lasan" dedilar. Demak, mana shu mezobni tagi o'zi Hijri Ismoil deyiladi yoki Xatim deyiladi. Bu yerda yaxshi ko'rinmayapti. Hijri Ismoil deyiladi. Hijri Ismoil, ya'ni mana shu dumaloq shaklda devor qilib qo'yilgan. Buni hammamiz ko'rganlar yaxshi biladi. O'shani ichida o'qilgan namozni ba'zi ulamolar sunnat muakkada deydi. Mustahab ichida o'qish sunnat degan hukmlar bor. Xullas, agar mana shu agar qaysi bir insonga Hatimni ichida, ya'ni Hijri Ismoil alayhissalomni ichida shana belgisini ichiga kirib namoz o'qishlik muyassar bo'lsa, u go'yo o'sha ulug'larni, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni namoz o'qigan joylarda namoz o'qiganlik juda katta ajr mukofotni qo'lga kiritadi. O'sha yerda namoz o'qishlikni ulamolar sunnat degan, eng bo'lmaganda mustahab, Alloh yaxshi ko'radi degan anaqa bor. Lekin afsuski hozirgi kunda buni ichiga kirgizilmaydi. O'sha mana hozir ham milisalar yuribdi ichida. Buni qo'rqlab turishadi. Chunki buni ichiga kirib ba'zilar har xil maqsadda kirganlar bor. Alloh asrasin. Kisva deydi, mana kisvani ko'tarib qo'yishdi, oldin pastga tushib turar edi. Ignalar, har xil ignalar, bigizlar tiqib ketishdi. Har xil sehr, jodular, bir narsalar ko'payib ketgandan keyin mana shu munofiqlar, har xil odamlar, har xil niyatda keladiganlar bo'lar ekanda, shunday tabarruk joyga ham. Ana shularni kasofati sabab hozir namoz o'qitmay qo'ydi bu yerda. Bir oldingi kelganlarimizda bemalol namoz o'qirdik. Hozir afsuski bu yerga kirgizmaydi. Xullas, mana shu Hatimni ichida namoz o'qish sunnat bo'ladi va mana shu mezobni tegida o'qigin, go'yo o'sha Ka'batullohni ichida o'qiganday bo'lasan dedilar. Abdulloh ibn Abbos raziyallohu ta'ala anhu aytar ekanlarki, solihlar namoz o'qigan joyda o'qinglar, solihlar suv ichgan joydan suv ichinglar deb mana shu Ka'baga kelganlarga aytar ekanlar Abdulloh ibn Abbos raziyallohu ta'ala anhu. Bu kishi ham mufassir, ham olim, ham buyuk mujtahid sahobiylardan bo'lganlar. O'sha solihlar namoz o'qigan joy qayer desa, mana shu mezobni tegi hisoblanar ekan. Ya'ni Hatimni ichi. Bu Hatimni ichini yana bir tarafini, tarixiga keladigan bo'lsak, bu Ibrohim alayhissalatu vassalom Ka'batullohni qayta qurdilar. Buni oyatlar tafsiriga qarab biz aytadigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Ali Imron surasida aytadiki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Awwala baytin wudi'a lin-nasi ilallazi bi Bakkata mubarakan va hudan lil alamin degan mazmundagi oyat bor. Ya'ni bu oyatda aytadiki, eng birinchi yer yuzida, yer sharida qurilgan masjid bu Makkadagi mana shu Baytullohdir. Ya'ni Ka'batullohdir deydi. Buni o'sha tafsirlarda aytadiki, farishtalar bu Ka'bani oldin qurgan. Hali Odam alayhissalom yer shariga tushishliklaridan oldin buni farishtalar qurgan deydi. Keyin Odam alayhissalom yer shariga tushgandan keyin jannatda ibodat qiladigan masjidlari bo'lar ekan Odam alayhissalomni. Juda ko'p namoz o'qib Alloh taologa ibodat qilar ekanlar, rivoyatlarda kelishicha. Yer yuziga tushgan paytlarida Alloh subhanahu va taolodan shu masjidni barpo qilishlikni iltijo qilib so'raganlarida mana shu Ka'batullohni o'rnini
masjid qilib odam alayhissalomga ato qilgan ekanlar. Odam alayhissalom qurganlar, xullas undan keyin Shis alayhissalom va hokazo payg'ambarlar bu yerlarda ibodat qilgan, lekin zamonlar o'tishi, har xil to'fonlar, har xil voqealar, yong'inlar bo'lishligi natijasida Ka'batulloh bir necha marta xarobaga aylanib qolgan va uni ulug'lar tiklaganlar. Ana shu Ibrohim alayhissalom asosiy bu Ka'batullohni tiklanishligiga tarixda ko'rsatiladigan, Qur'oni Karimda bayon qilingan zot Ibrohim alayhissalom bo'ladilar. Ibrohim alayhissalom ga Alloh taolo amr qiladida shu baytni qayta tiklagin deb. Buni oyatda keladiki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Va id yarfa'u qawa'idal bayta Ibrohim va Ismoil va id yarfa'u Ibrohimul qawa'ida minal bayt va Ismoil Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim degan mazmundagi oyat bor. Ya'ni bu oyatda id yarfa'u Ibrohimul qawa'ida minal bayt, ya'ni shu masjidni, baytni, Alloh taoloning shu Ka'batullohsini Ibrohim asosini tikladi. Qavoid degani asos, asosini qayta tikladi Ibrohim. Ana shunga Allohning hukmi bilan Ismoil o'g'illari ekallalari mana shu baytni qayta tiklashga amr bo'ldi va ular tikladi deydi. Qarang, tiklangan paytida mana bu Ka'batullohning balandligini 12 metr, taxminan 10 metrdan ziyod balandligi, umumiy to'rtburchak sahni 13 metr deydi. Xullas Ibrohim alayhissalom mana shu Ka'batullohni tiklaganlaridan keyin hozirgi mana bu yog'i boya xatim dedik-ku, ana shu joydan Ibrohim alayhissalom o'sha o'zlarini qo'ylarini qamaydigan bir joy qilgan ekanlar. Va shu birinchi o'sha tepbetda qo'y boqqanlar qo'yxonacha bo'lgan ekan. Xullas ana shu qo'yxona natijada borib Hazrati Hojar, Bibi Hojar onamiz va Ismoil alayhissalom mana shu yerga qo'yilgan deyiladi. Tabarruk muborak jasadlari mana shu joyga qo'yilgan, shu xatimga, mana shu mezobni tegiga. Ya'ni mezobni yana bir sharofati, mezobir rahmat deyishlikdan maqsad o'shani tegida, shu mezobni tegida Hazrati Ismoil alayhissalom va Bibi Hojar onamizni muborak jasadlari shu yerga ko'milgan deyiladi. Xullas zamonlar o'tdi, Ibrohim alayhissalomning davrlari o'tgandan keyin bir qancha xarobalar keldi. Quraysh qabilasini zamoniga kelgan paytida yana bir qattiq bir yong'in bo'ldi. Fil voqeasidan keyin juda katta yong'in bo'ldida mana bu Ka'batulloh xarobaga aylanib qoldi. Xullas xarobaga aylangandan keyin o'sha Quraysh kattalari boshqatdan qurishlikka mashvarat qilib, maslahat qilishdi. Shunda ular kelishdiki, hech qanday ribo, harom aralashmagan, faqat pokiza puldan, pokiza mablag'dan quramiz deyishdida, hamma o'sha imkon topgan odamlar pokiza mablag'ini olib kelib berdi. Bu mablag' kamlik qildi. Faqat mana shu joygagina yetdi va mana bu xatim ochilib qoldi. Keyin shuni o'rnini ozgina mana shunaqa xuddi shunga o'xshagan devor qilib Ibrohim alayhissalomni avvalgi shu Ka'batullohning o'rnini, belgisini bildirib mana shunaqa qilib qo'ydi. Shu uchun buni ichidan aylansangiz, bu ichidan o'tilsa tavof o'rniga o'tmaydi. Bu yoqdan aylanib o'tish kerak bo'ladi. Mana shu maqsadda, shuni o'rnini bildirish maqsadida mana shunday qilib qo'yildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotlik paytlarida aytgan ekanlar Oysha onamizga, agar men fursatim, imkonim, mablag'im yetganda Ibrohim alayhissalomni qanday Ka'batullohni qurgan bo'lsalar, xuddi shunday qilib qurar edim deb aytganlar. Lekin unga fursatlari yetmadi. Alloh subhanahu va taolo taqdiri bilan bu foniy dunyoni tark etib a'lal alliyinga safar qildilar. Ammo Oysha onamiz Rasulullohdan keyin Abdulloh ibn Zubayr degan o'sha Madinada birinchi tug'ilgan chaqaloq, eng buyuk sahobiylardan Oysha onamizning jiyanlari bir davrlarda mana shu yerda hokim bo'ldilar. Shunda
shu baytni boshqatdan tikladilar. Xuddi payg'ambarimiz aytganlaridek qilib qayta Oysha onamizni boshchilik paytlarida tikladilar. Lekin Hajjoj degan bir odam bor edi. Hajjoj kelib Abdulloh ibn Zubayrga qarshi askar tortib keldi va haj mavsumida mana shu atrof oldin tosh edi, manjaniqlar bilan tosh otib odamlarni xarob qilib juda ko'p odamni halok bo'lishligiga sabab bo'ldi. Nihoyat Abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu taolo uni shahid qildi va kirib turib mana shu joyni boshqatdan buzib tashladi deydi. Keyin qayta tiklanmadida, xullas mashorat bo'lib shu joy endi Alloh taoloning irodasi shuni taqdir qilgan ekan. Xuddi payg'ambarimiz davrlarida qanday qolgan bo'lsa, hozir ham ana shunday turibdi. Mana buni chap tarafini Ruknul Iroqiy deydi. Xullas mana shu Ka'batullohning tarixidan shulardan iborat. Endi bizga eng muhim bo'lgan narsa shuki, mana Ruknul Yamoniy deydi. Ruknul Yamoniy mana odamlar mana o'shani mana qilib yotishibdi. Mana bu nargi tarafda mana shu Ruknul Yamoniy. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ruknul Yamoniyni muborak qo'llari bilan sipagan ekanlar va sipab duo qilgan ekanlarda aytgan ekanlarki, al-istilam Ruknul Yamani val hajarul aswad yahuttul hataya deganlar. Abdulloh ibn Umar raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi bu hadis. Sahih Termiziyda ham keltiriladi. Ya'ni Ruknul Yamoniyni istilom qilib sipab duo qilsa, duosi ijobat bo'ladi deyilgan. Shuning uchun mana odamlar o'shanga Ruknul Yamoniyga qo'llarini sipiydilar, kiyimlarini silaydilar va duo qiladilar. Inshaalloh duolari ijobat bo'ladi. Ruknul Yamoniydan to'g'ri yurganingizda Rukn Hajarul Aswad keladi. Hajarul Aswad bilan ikkisini o'rtasida Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar deb duo qilishlikni mustahab deyishgan. Deyiladi ulamolarimiz. Lekin mana bunaqangi izdihom paytlarida kelib turib buni qo'lingizni surkab duo qilishligingizdan ko'ra odamlarga xalaqit bermasdan naryodan o'zingizni shundan saqlab o'tsangiz ajri ko'proq bo'ladi. Chunki odamlarga zarar berish, birovni ozor berish harom hisoblanadi. Haromdan qochish esa nechta mustahabdan ajri ko'p bo'ladi. Shuning uchun mana shu odamlarga zarar yetkazmasdan uzoqdan aylanib o'taverish kerak. Xuddi shu mazmunda Hajarul Aswadni ham. Hajarul Aswad o'piladi, ammo Ruknul Yamoniy o'pilmaydi. Xo'p, yana bir narsa bor. Mana Ruknul Yamoniy bilan Hajarul Aswaddan o'tgandan keyin maqomi Ibrohim alayhissalom turibdi. Maqomi Ibrohim alayhissalomni oyoq izlari bu. Shuni to'g'rayida eshik bor. Uni multazam ham deb ataladi. O'sha multazam deb ba'zilar eshikni aytadi, eshik aytilmaydi. O'sha Ka'batulloh bilan eshikni o'rtasidagi 1,5 metr, 2 metr atrofidagi joyni multazam deyiladi. Ya'ni o'shanga sahobiy ikrom radhiyallohu taolo anhulardan ko'rilgan narsa, agar inson o'sha qulochini bilan yopishib, qulochini shunga yopishtirib, boshini shunga tekkizib duo qilsa, duo ijobat bo'lmay qolmaydi deganlar. O'sha multazam, ya'ni iltizom qilish, yopishib duo qiladigan joy deydilar. Endi kimgadir o'sha narsa nasib qilsa, shunga iltijo qilib duo qilinsa, albatta Alloh taolo Ka'batullohning hamma joyida bu sharofat bor, ammo o'sha joylar shunaqa deb rivoyatlarda kelgan. Ka'batullohning eshigining taglari da osilib duo qilgan insonlar ham agar chin qalbdan duo qilsa, albatta Alloh taolo duolarini ijobat qiladi deydi. Bular odamlarni zarar yetkazib, qiynab, o'zini urib qilinadigan ibodat emas. Ka'batullohni qayerda ibodat qiladigan bo'lsak, inshaalloh bu tabarruk joy, ya'ni butun payg'ambarlar, ulug'lar shu yerda ibodat qilganligini his qilib, bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qancha azob, mashaqqat chekib dinni tarqatganlari, tavhidni yuzaga keltirganliklarini his qilish kerak. Mana shu yerda 300 dan oshiq but bo'lgan Ka'batullohning oldida. 300 dan oshiq butga odamlar sanamlarga ibodat qilishgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shu sanamlarni sindirishlik uchun
yolg'iz o'zlari harakat qildilar. Atroflariga birin-ketin sahobiylar qo'shildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam gohida mana shu joylarda sajda qilayotgan paytlarida muborak ustilariga odamlar najosatni, qo'ylarni, tuyalarni, ichak-chavoqlarni olib kelib bosib qo'yar edi. Uni hech kim biron bir inson kelib Rasulullohning ustidan ololmas edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga og'irlik qilib boyagini tegida yotib qolardilar. Gohida qizlari Fatima onamiz kelib Rasulullohning ana shu ustlaridagi najosatlarni olib tashar edilar. Xullas, men aytmoqchi bo'lgan narsa, Rasululloh bu ummatlarni xotirjam bunaqa ibodat qilishligiga Rasulullohning hissalari juda ham katta. Buni unutish kerak emas. Salovat ko'p o'qish kerak. Allohumma solli ala Muhammad va ala ali Muhammad. Kama sallayta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Allohumma barik ala Muhammad va ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Robbil alamin, har bir umid qilgan bandangni keltirgin, kelib tavba qildik, tavbalarimizni qabul qilgin, o'zingdan boshqaga muhtoj qilmagin, halol rizq bergin, rizqimizni mo'l-ko'l qilgin, halol rizq bergin. Umid qilgan inson boy bodavlat bo'lib shu yerga kelib tavof ibodatlarni qilib seni rahmatingga erishib ketishligini, hammamiz erishishligimizni o'zing nasib ro'zi etgin. Umid qilgan bandani, amin degan bandani duosini ijobat qilgin. Parvardigor, hammamizni farzand zurriyotimiz, qiyomatgacha keladigan zurriyotimiz sendan qo'rqadigan avliyoullohlaringdan, do'stlaringdan bo'lishligini o'zing nasib etgin. Allohumma g'firli va li validayya va li jami'il mu'minina val mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allohu akbar.